Mana beparasat oppoq narsani ustiga nimaga qizil narsa to'kyapti deb o'ylayotgan bo'lsanglar, nafaqat qizil narsa, balkim kofe ham to'kdim. O'tgan safar aynan mana bu shahve kapsulalarni sinab ko'rish uchun dasturxonning ustiga yaxshilab bijildoq suvni to'kib, qip-qizil pomidorni surtib, aynan mana shu shahve kapsulalarda top-toza qilib yuvib berganini ko'rsatganimdan keyin dasturxonni almashtirib qo'ydik. Voy, men bu kapsulada ishlatganman, bir tiyinga qimmat. Xalqni aldamang, xalqni aldash yaxshi emas degan negativ kommentariyalarni yog'dirgandinglar. Mana bugun sizlar uchun hali kiyilmagan oppoqqina mana shu kardiganni ustiga qip-qizil vinoga o'xshaydigan karkade choyini quyaman qarindoshlar. Quyganda ham ayamasdan qo'ydim-ku, mana buni qaranglar. Mana buni go'zallik desa bo'ladi. Negativ qarindoshlarim bayram qilishayotgan bo'lsa kerak. Yap-yangi oppoqqina kiyim ustiga shunaqa qip-qizil narsani to'kdi, endi ketmaydi deb xursand bo'layotgan bo'lsanglar, uncha-munchada dog'i ketish qiyin bo'lgan original kofeni ham oppoqqina kardigan ustiga ayamasdan qo'ydim-ku. Mana buni go'zallik desa bo'ladi. San'at asari yaratdim, qaranglar buni, bir tarafi qop-qora, bir tarafi qip-qizil. Ana endi mana shu san'at asarini shahve kapsulalarida yuvib sinab ko'ramiz deb qarindoshlar. Qarindoshlar, men sizlarga ko'rsatayotgan shahve kapsulalari bu originali. Men xuddi shunaqasini oldim, hidi yo'q ekan, dog'larni ketkazmas ekan, yaxshi yuvmas ekan degan gaplarni yozayotgan qarindoshlar, sizlar originalda olmagansizlar. Hozir esa sizga qarindoshingiz kapsulani originalini ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarni qanaqa natijalar kutayotganini ko'rsatib beradi deb. Tadadadam. Qarindoshlar, natijasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rmasangiz bo'lmaydi. Mana bu kofe to'kilgan joyi oppoqqina. Mana bu esa qip-qizil qilib karkade to'kilgan joyi oppoqqina. Bironta dog'i ham yo'q. Mana ko'rsanglar bo'ladi natijani. Ana sizlarga natija-yu, mana sizlarga natija. Tozalaganda ham oppoqqina qilib, eng ketmaydigan dog'larni ham ketkazib beribdi. Uni ustiga hidi shunaqangi zo'r. Qarindosh, reklamani qoyillatdik. Siz ko'rsatgan original shahve kapsulalarni qayerdan olamiz deydigan bo'lsanglar, hammamiz biladigan Uzun marketga kiramiz va qidirish bo'limidan shahve kapsula deb yozadigan bo'lsanglar, birinchilardan bo'lib original do'koni surati bilan chiqib keladi. Ayni mana shu yerdan hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib bergan kapsulamni 61 taligini attiga 49 ming so'mga butun O'zbekiston bo'ylab zakaz bersanglar bo'ladi qarindoshlar. Agarda Uzum karta orqali to'laydigan bo'lsanglar 49 ming so'm emas, 44 ming 100 so'mga sotib olsanglar bo'ladi. Zakaz qilishga shoshiling qarindoshlar. Bu reklamadan keyin bironta ham kapsula qolmasligi aniq.